va to'p oldida himoyachi Muhammad Hakimov ekan. Mana bu qiziq. Ikkita variantni ko'rdik, lekin uchinchisi va uchinchi raqam juda kerak bizga. Lekin hayajonlanma, Muhammad Hakimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Do'stlar, 1-0 O'zbekiston oldinda. mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaqadir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Mana Hakimov nazarda tutilgan. ishonch bilan shunday himoyachimiz borligiga xursandmiz, lekin o'zini yo'qotmasdan burchakka joylab qo'yapti. Aynan ongli ravishda. Urgan Saudiya, Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash. Gol! Hasanov! Mana Hasanov bizda Qanday o'ynash kerak futbolni? Ha, do'stlar! 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Ey do'stlar, bu Hasanov. Hasanovni butun dunyo ko'ryapti, mana Hasanov. Hamma his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi.